DreamWorks qahramonlari qayerda yashashini bilasizmi? DreamWorks Pictures hamda Goblin Musical namoyish etadi. Aytishlaricha Shrekning shotlandcha aksenti uni Shotlandiyadan ekanligini bildirib qo'yarmish. Shrek, nosdan ol. Menda yo'q. Lekin Duloc yerlari ehtimol Angliyaning bir qismi bo'lishi kerak. Ajdarho o'rgatuvchilarini tomosha qilsangiz ham Shotlandiyaga sayohat qilgandek bo'lasiz. Flash It Away multfilmining o'zbek tilidagi talqini bormi, yo'qmi bilmadim, lekin voqealar Londondagi kanalizatsiya tizimida sodir bo'ladi. Eldorado sari yo'l hikoyasi Ispaniyada. Qahramonlar Miguel va Tulio yashaydigan joyda boshlanadi va Kolumbiyada tugaydi. Asalarlar fitnasi va chumolilar filmlari esa asosan New York shahrida bo'lib o'tadi. Shuningdek, bu yerda Madagaskar filmining birinchi qismi boshlanib, oxir-oqibat Madagaskar oroliga yetib borishadi. Madagaskar 2 voqealari Keniyada, Madagaskar 3 esa butun Yevropa bo'ylab davom etib, oxir-oqibat yana New Yorkda yakunlanadi. O'rmon ahli multfilmi esa Indiana, AQShda sodir bo'ladi. Kichkina xo'jayin voqealari esa Chicagoda bo'lib o'tadi. Mega Mia filmi Metro City deb nomlangan xayoliy shaharda bo'lib o'tadi. Bu shahar Detroit va Michigan asosida yaratilgan. Mustangni eslasangiz kerak, Montana va Wyoming shtatlarida sodir bo'ladi. Kung Fu Panda qahramonlari esa Xitoyda yashashadi. Xo'sh, keyingi videolarda qaysi qahramonlarning qayerdanligini bilishni istaysiz? Izohlarda yozib qoldiring va videoni bolalikni sog'inib, unga sayohat qilishni istayotgan hammaga jo'natishni unutmang.